Assalomu alaykum Erkin aka. Bu suhbatga vaqt chiqarganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat ukam. Xalqimizga ma'lum bo'lgandek, siz 30 necha yildan beri Uyg'ur millatining ilm-ma'rifat ishlari shundoqla millat sifatida qad ko'tarib turish uchun ko'plagan ishlarni qildingiz va vatan ichi sirtida kuchli ta'sir qoldirdingiz. 2017-yildan beri Uyg'ur millati duch kelgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga fosh qilish shundoqla to'xtatish yo'lida sabdoshlaringiz bilan qo'lingizdan kelgan hamma ishni qilishga tirishib keldingiz. Bugun siz bu yerda bo'lgan bu fursatda sizdan bir qancha savolni so'rab olishni loyiq topdik. Bu suhbatning ba'zi ishlar uchun bir boshlanish, ham shundoqla kelgusi avlodlar uchun bir tarixiy hujjat bo'lib qolishini umid qilamiz. Menga bu fursatni berganligingizga ko'p rahmat ukam. Qani undaq bo'lsa Erkinka savolimizni boshlab ketaylik. Yo'qolgan el nomli hujjatli filmni ishlagan professor Yisak Shukar apandi Uyg'urlarning mustaqilligini qayta qo'lga olishiga nisbatan umidsiz qaraydiganlarning biri bo'lib, bunda qarashdagi olimlar va siyosatchilarning soni xili sonni egallashi mumkin. Uyg'urlarga ko'ngil bildirgan bu tipdagi olimlar Uyg'urlar mustaqil bo'lmasimi insoniy erkinlikka kafolatga ega bo'lib, dunyodagi boshqa millatlar bilan barobar yashasa deb umid qiladi. Bu tipdagi tadqiqotchilarning fikriga siz qanday qaraysiz? Bo'ladi ukam, ko'p rahmat. Haqiqatan bu shu yaqinqi bir asr yoki oxirgi yarim asr shu jarayonlarda mustaqil bo'lgan ellarga qarab baqsaq, ularniki ba'zilari o'ziniki kuchiga tayanib mustaqil bo'lgan. Ba'zilari bo'lsa shu vaqtdagi xalqaro vaziyatniki ularniki mustaqil bo'lishiga mos kelib qilishi tufaylidan xalqaro vaziyatniki turkisi bilan mustaqil bo'lib qolgan ellarmi bor. Masalan, Shimoliy Yevropadagi kichik davlatlar hozir biz Xitoyning qo'lida. Xitoy haqiqatan bu dunyodagi eng kuchli davlatlarning birisi. Ashta bo'lg'achqa Xitoyga taqabul turish uchun Amerikami atrofiga O'rta Osiyodagi Yaponiya, Koreya qatorliq ellarni, Avstraliyani, andan keyin Yevropani, Kanadani degandek nurg'un ellarni atrofiga to'plab, shu orqali Xitoyga taqabul turish uchun tayyorlanyapti hozir. Shunga biz faqat o'zimizniki kuchiga tayanib vatanimizni mustaqil qilamiz desak, bu amaliyotga toz uyg'un emas hozircha. Lekin Uyg'urlarga bir xalqaro foydali vaziyatniki Xitoy ichidagi ba'zi ahvollarning o'zgarishi bilan bir fursatniki kelganligiga men ishonaman. U nima degan chog'da hozir Xitoy kompartiya hokimiyatiniki vuli tavridi yaqin yoqi. Bo'lib iqtisodiy jihatdagi cho'ng cho'kish tufaylidan tavridi Xitoy hokimiyati keyingi bir qancha yil ichida 2026-2027 yillargacha masalan ag'dilishi, yemilishi mumkin. Açtaq bo'lsa Uyg'urlarga bir fursat keladi. Shunga Uyg'urlar birinchi xildagi usul bo'yicha mustaqil bo'lmaydi deb qarorlar bor bo'lsa-mu, xalqarodagi favqulodda o'zgarish yoki Xitoy davlati ichidagi favqulodda o'zgarish va parchalanish tufaylidan Uyg'urlarga bir fursat kelishi mumkin. Men açtaq bir ahvolniki kelganligiga men cho'nqur ishonaman. Javobingizga rahmat. Undaq bo'lsa yana bir savolimizni boshlaylik Erkinka. Navbatda chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar vatandagi xalqimiz uchun qilib beradigan eng muhim ishlar qaysilar? Bu haqda so'zlab boqqan bo'lsangiz. Bo'ladi ukam. Menimcha hozir Xitoy hokimiyati chet eldagi biroz siyosatdan aktiv kishilar bilan aloqasi bor yoki aloqalashib boqqan vatandagi kishilarning hammasini tutib sulayotdi. Ashta boshqa agar biz vatandagi xalqqa bevosita ushqashqara holda ba'zi bir ishlarni qilamiz desak, uni amalga oshirishmi tez. Uningdan xalqimizga keladigan ziyoni cho'ng bo'ladi. Meniki eng cho'ng orzu qilganim chet eldagi diasporadagi Uyg'urlar cho'qim qilishni ishlab o'ylaydiganim, chet eldagi Uyg'urlar mayli nima qilishidan, qanday yashashdan qat'iy nazar vatandagilarni unutib qolmasligi kerak. Hozirmi intayin qattiq azob uqubat ichida ekanligini Uyg'ur millatidan 5 milliondan ko'p kishiniki yaqinqi 6-7 yil mobaynida g'oyib bo'lganligini, hozirmi bizning necha million kishilarimiz turma lagerlarda yetayotganligini, yana necha million kishilarimiz Xitoyniki zavodlari va nurg'un boshqa cho'ng-cho'ng qurilishlarda qo'l ish javob ishlayotganligini buni aslan chiqarmasligimiz kerak. Masalan, hozir oldimizda 10-oyniki 1-kuni kelyotdi. Mushundaq cho'ng muhim kunlarda chet eldagi Uyg'urlar umumimizda qo'zg'alib, vatandagi xalqimizniki da'vosi uchun namoyish qilish va chet elda mushundaq ishlarni to'xtatmaslik kerak. Bunday ishlar darhol unum bermasligi mumkin. Lekin Uyg'urlarniki Uyg'urdan iborat boshqa bir millatniki mavjudligi, uniki Xitoy tarafidan elib berilgan irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi, hozirmi Uyg'ur nufusiniki mutlaq ko'p qismi intayin og'ir azob uqubat ichida yashayotganligini dunyoga anglitishni to'xtatib qo'ymaslik kerak. Bu chet el Uyg'urlarniki qila oladigan eng muhim ishlarning birisi deb o'ylayman. Undaq bo'lsa yana bir savolimizga o'tib ketaylik Erkinka.
Uyg'urlar sizni muvaffaqiyat qozongan bir shaxs deb biladi. Siz o'zingizning bu hayotingizda eng yaxshi qildim deb qaraydigan ishingizning qaysi ekanligini deb bakkan bo'lsangiz. Shundoqla eng cho'ng pushaymoningizning qaysi ekanligini o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ladi ukam. Men o'rta maktabda o'qiyotgan 1970 yillarning boshlarida o'zimga 3 cho'ng g'oya tikilgan. U nima desangiz, birinchisi o'qishni eng yuqori pallaga o'qish. U chaqda o'qishning eng yuqori pallasi nima ekanligini bilmaydim. Masalan, bakalavriatdan keyin yana magistrlik, doktorlik unvonlarining borligini, andan keyin yine doktor açtı bulup bir mezgil limited qatavlar şoğlanğılı bulağalı bu işten bilmeydim. Lekin üzemnin arzusu men bilimniki naiti qimmatli ekanligi, bilimniki naiti az qatadığanlığını bilettim. Şunlaşqa o'qishni eng yuqori pallaga o'qiyman degan ashni üzemniki birinchi g'oyasi qilib tikilgan. Ikkinchisi üzemniki iqtisodiy taqdirini o'zgartirish. Ben bizim ailede 6 bala, cemi 8 can açtaq çoğun bulduk. O vaxtlarda dadam yalğız işleydi. İqtisadi ahvalımız yaşamasdı. Gerçi biz bir vilayetlik şehir içinde çoğun boğan bolsak mı, iqtisadi ahvalımız naçardı. Açtaq bu başqa ben çoğum tırışıp üzemdeki iqtisadi taqdirini özgertimen dep bunu üzemge ikinci nişanı qilgan. Üçüncüsü bir baxtlik aile quruyman dep. Üç narsani arzu qilgan. Bu 1972-73 yillarga gap. Shu chaqda hozir hisoblab baxsam men 15 yoshgaman. Ashta narsani g'oya qildim. Hozir o'ylab baxsam bu ish g'oyaniki hamisiga erishdim deb o'ylayman. Bu o'ziga bir g'oya tiklab uni amalga oshirolmay ketadigan kishilarmi ko'p bo'ladi dunyoda, jamiyatda. Ammo men biroz talaylik bu jihatda uch cho'ng g'oyani amalga oshirdim deb o'ylayman. Keyin oliy maktab chiqqandan keyin yana yangi narsalarni o'zimga g'oya qildim. Masalan, boshqalar qilgan ishni Uyg'urlar qila oladi degan mushtaq bir narsani isbotlayman deb mushtaq bir g'oya bilan yashadim. Oliy maktab chiqqandan keyin, ondan keyin izchil tirishib, nurg'un agirtoqalliklarni besib, nihoyat jafolik ishlab, Yaponiyaga berib, undan keyin Amerikaga kelib o'qib degandek. Eng oxiri NASAga xizmatga kirib, u yerda 20 yildan ortiq ishladim menda. Mush narsami ayni vaqt o'zimga bir g'oya qilib degan amalga oshirdim. Bulardan boshqa, o'zimning kasbidan boshqa yana shu Uyg'urlar millatimiz nimaga eng ehtiyojli bo'lsa, shu sohada ish yaparman degan narsani izchil turda o'zimniki bir yashash yo'li qilib tanlab keldim. Masalan, shu Amerikaga chiqqandan keyin eng dastlabda Tangritog' o'quvchilar uyushmasi deb bir uyushma qurib, shu orqali vatandan chet elga chiqib o'qimoqchi bo'lgan Uyg'ur yoshlarga yo'l ko'rsatadigan, ularniki iltimos qilish ishlariga yordam beradigan, o'qish pul, iltimos pulini to'lab beradigan ashani qildik. Dastlabda 2005-yildan boshlab Bilval degan torbeti bilan yozma suhbat o'tkazib, o'zimniki chet elda egallagan bilimlari, tushanchalari, nurg'un narsani vatandagi xalqimiz bilan o'rtoqlashdik. Buningmi vatandagi ta'siri intayin zo'r bo'ldi. Meniki bu jihatda o'zim bak ta'sirlangan ahvollar bor. Masalan, Bilik degan bir torbeti bor. Oshnaga chiqqan bizniki birinchi qatim o'tkazgan yozma suhbatimizning xotirasi Bilik degan torbetida 1.300.000 qatimdan ko'p ko'rilgan. Bizda nupsi ancha ko'p emas, bir millat uchun aytganchada bir yozmaniki 1.300.000 qatim ko'rilishi bu nihoyat zo'r ish endi. Har haftada bir parcha maqola yozib, Uyg'ur masalasiga oid nurg'un temalarda ash qilishni davomlashtirdim. Uning unumi bak yaxshi bo'ldi. Shu vaqtda meniki bir maqolam torbatlarga chiqsa, nurg'un torbatlar necha 10.000 qatim o'qilatdi endi. Men bir qatim tashirib baxsam, Uyg'urlar do'tamas aqlliq degan bir parcha maqola vatandagi 65 torbetiga chiqibdi ekan. Nihoyat ta'sirlangandim. Bu menga nihoyat zo'r uzuq bo'ldi. Ashta boshqa har haftada bir parcha maqola yozishni bir qancha yil davomlashtirdim endi. Mushta ishlarni qilib maqdim. Shu jarayonda chet eldagi bir qism qarindoshlar meniki butun kun yablamdi yoki siyosiy ishlarga kirib biroz ish qilishni tashabbus qilganlar bor. Masalan, 2010-yillar meni Erkinstog Dunyo qurultiyiga rais bo'lish kerak degandek shuarlarni o'tirg'a qo'ygan qarindoshlarimiz bor. U chaqda boshqalarmi Mushtaq Dunyo qurultiyidek o'rinlarga kirib ish qilishni tashabbus qilgan ahvollar ko'p bo'ldi. Lekin men shu vaqtdagi nurg'un omillarni analiz qilib, navbatdagi mush vaziyatda millat uchun qaysi ishni qilsam men, uniki qiymati eng zo'r bo'ladi. O'zim NASAda ishlayotgan bir odam, vatandagi yoshlar bilan nihoyat quyuq munosabatim bor. Mushtadagi nurg'un narsalarni o'ylab, eng oxirida yana men vatandagi yoshlarni ilhomlantirish, rag'batlantirish, ularga yo'l ko'rsatish, ularga yo'l ochish, mush sohadagi ishlarni qilsam bo'ldi ekan degan ashtaq bir yo'lda ching turib ishlarni davomlashtirib keldim. Hozirmi to'xtamay o'ylayman bu ishni. Hozirgi vaziyatda mendek bir odam qanday bir yashash yo'lini tanlash kerak, qaysi ishni qilsak uniki eng qimmat bo'ldi millat uchun degan narsalarni davomli o'ylayman men. O'tgan yil va bu yil Euro Project fondidan elib borgan Istanbulda 20 liseya degan faoliyatmi mana ashtaq tafakkur qilishniki natijasi endi. Navbatdagi vaziyatda bizlar nima qila olamiz? Uyg'ur ziyodasi deb
atıldıgan kişiler neymiş kıla alayımız vatan ve halkımız için. Şu ahırda ağan kararlılığımız şu anda. Müşte aşını kuvvetimiz. Ben bu cihetki üzemdeki yaşaş usulünü özgertmeymen. Hudayım bursa ömrümün ahırıça müşte yaşayman. Ben burun kırındaşlar bilen ortaklaşkan bazı ideyalarım var. Mesela ben üzem kıldığan hem işlağa xudu bir tecrübe xadı kıvatkan tecrübe okşaş muamele kılıman. O bir tecrübe sınak onu qıp o boldu mu bolmadı mı? Közgen neticeye erişmedi mi? Yoki qaysi iş yaxshi oldu, qaysi iş yaxshi olmadı? İzchil turda tecrübe sabahlarını yakınlap keyin kişilarni texmi yaxshi qilish. Bu üzerinin bir adet var shundaq. Bu narsa o'zgarmaydi. Endi siz so'ragan yana bir narsa o'zingizning ömürdeki eng cho'ng o'zingiz yetenmagan arzu nim bo'ldi deb yana bir savol so'radingiz. Endi men uni yetenmagan armon deyishga qaraganda yetenmagan arzum desak sal yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. U nima degan chog'da men aslida ömrümning oxirida vatanga qaytib bir oliy maktabda haqsiz dars o'tib bir 4-5 yil ishlab olsam degan arzum bor edi. Bu jihatda men allburun ideya tayyorlab qilib bo'lgan haqsiz ishlab millat uchun biroz ishlab olsam deydigan. Endi men hozir qadar bir darajaga kelish uchun intan ko'p agri to'qayliqlarni bosdim. Baxchiq narsalarni o'rgandim. Baxchiq o'xshamagan ishlarni qildim. Menda nihoyatda ko'p narsalar bor. Uyg'ur yoshlariga o'tkazib bersam deydigan. Mushunga bir fursat keladi deb o'ylagan, lekin yaqinki ahvol bundaq bir arzuniki amalga oshishiga qarama-qarshiroq bo'lib mongdi endi hozir menyotidu. Hozir meni vatanga berish imkoniyatim yo'q. Lekin men taxi umidni uzmadim. Xudoyim bo'lsa, keyingi bir necha yil ichida Uyg'urlar uchun bir fursat kelib, ya mustaqil bo'lamiz, mustaqil bo'lmagan taqdirdami vatandagi xalqning beshiga kelgan zulmni oxirlashtirib, Uyg'ur millatini bir erkinlikka erishtirib, shu orqali vatandagilar uchun xizmat qilish fursati qaytib keldi deb o'ylayman. Hozir meniki eng cho'ng armonim shu. Undaq bo'lsa yana bir savol erkinka. Uyg'urlar o'z mavjudligini saqlab qolish va erkinlikni qo'lga olish uchun eng zarur bo'lgan ish qaysi deb qaraysiz? Endi bu temada mu nihoyatda ko'p iznib kelyapman men. Albatta men degandek bir qism davlatlar o'zining kuchiga tayanib turib mustaqil bo'ldi. Endi bir qism davlatlar bo'lsa, işte favqulodda xalqaro va mamlakat ichidagi sharoitlarni yetishib chiqishi bilan mustaqil bo'lgan ahvollar bor. Xalqaro vaziyat bizga foydali tarafga o'zgaramdi yoki qarshi tarafga o'zgaramdi? Xitoyniki vaziyati bizga foydali tarafga o'zgaramdi yoki undaq qilmamdi? Bu narsalarni biz kontrol qila olmaymiz. U narsalar bizning irodamizga bog'liq emas. Bizning irodamizga bog'liq o'zimiz qila bir narsa o'zimizni kuchlantirish. Bu yerda o'zimizni kuchlantirish deganda buniki oldingi sharti Uyg'urlikni saqlagan holda o'zini kuchlantirish. Masalan, yaqinki 10 yilda vaqtniki mobaynida nihoyatda ko'p Uyg'ur yoshlari yetishib chiqdi hozir. Mana shu kasbiy sohada nihoyatda yuqori o'rinlarga erishib, nihoyatda yaxshi taraqqiy qila boshlab qildi. Buniki oldingi sharti Uyg'urlikni saqlagan bo'lish kerak. Undaq bo'lmasa, Amerika uchun yana bir talantli odam yetishib chiqadi, Kanada uchun birisi yetishib chiqadi, Yaponiya uchun birisi yetishib chiqadi. Faqat shu kishi o'zini Uyg'ur deb hisoblagan vaqtida o kişiler o'ziniki ashunaq erishgan natijalarini qo'lga keltirgan qobiliyat, talantlarini millat uchun xizmat qildira oladi. Bu misolda emas. Endi bu sohada agar Uyg'urlar umumiylik kuchaysak, kelgusida yaratilmagan bir qism fursatlarni o'zimiz yaratib, shu orqali o'zimizniki erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirishimiz mumkin. Bu uzun muddatlik bir jarayon endi. Uni qisqa vaqtda qila olmaydi. Lekin agar umumiy xalqda ashtaq bir ang bo'lsa, ashtaq bir yo'lni tanlab tirishsa, qattiq tirishsa, bizmi bir kunsa o'zimizniki erkinligini qo'lga keltira olamiz deb o'ylayman. Shunga mushu sohadagi ishlarni nihoyatda ching tutib qilish kerak. Ko'p rahmat erkinka. Oxirgi savolimiz sizning yosh avlodlardan kutadigan umidingiz nima? Ularga nima degingiz bor erkinka? Endi mushqitim bu yil shu Turkiyaga kelib Istanbulda 20 seya degan faoliyatni qilish jarayonida ko'plagan kishilarni uchratdim. Men bilan kurashadigan kishilar chiqdi endi. Bir qismi bilan ayrim kurish bo'ldim, men ba'zilari bundan keyin kurashmoqchi qolgan vaqtda. His qilgan bir narsa nima desa, hozir shu yaxshi o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilari ko'pkan. Lekin ularniki iqtisodiy kuchiniki ojizi bo'lishi tufaylidan texnik o'rlab o'qish yoki boshqa davlatlarga berib o'qish, shu orqali o'zini taraqqiy qildirish, millat uchun yaxshiroq xizmat qilish mushtatga yo'l to'sib qolgan ahvolni ko'rdim. Shunga meniki hamda yoshlardan kutilgan umidim mushu yo'lda qattiq tirishni boshlashtirmasa deyman. Shahardagi qolgan yeshcho'ng qolgan diaspora Uyg'urlar uchun bu jihatda vazifa bor. Buni meni kerak deyman. Bu bir soha. Ikkinchisi chet eldagi yoshlarniki tashkillanishi intayin muhim. Albatta men degandek hozir ko'plagan sohada Uyg'ur yoshlari nihoyatda isl yetishib chiqyapti, nihoyatda kuchli, qobiliyatli, nihoyatda yuqori o'rinlarga erishib yetishib chiqyapti. Agar bular birlashsa, millat uchun nihoyatda zo'r bir hayotiy kuchni hosil qila oladi. Tashkillanishi kerak bular, tashkillanishi kerak, birlashishi kerak. Mush soatga ishlarni ching tutib qilsa degan narsani umid qilaman. Men burun chet elda hozir Uyg'urlarniki askar bo'lish fursatlari nurg'un davlatlarda bor. Uyg'urlar shunga sal qaramaslik kerak degan narsalarni o'tirib qo'ygandim. Masalan, hozir chet elda shu o'zi turayotgan davlatlarniki harbiy sistemasiga kirib askar bo'lib
ishlayotgan Uyg'ur yoshlardanmi 10-20 odam bor bo'lishi mumkin. Mushlarmi o'zaro birlashib, bir xil aloqa, hamkorlik, bilishish munosabatlarini o'rnatib, bilish yapag'an yaxshi. Andagi yaqinki 5-10 yilning mobaynida Uyg'ur o'smirlarini tarbiyalash kurslari ko'p ochildi. Buningki bir qismini Dunyo Uyg'ur qurultiyi qildi, yana bir qismini boshqalar qilyotdi. Mening orzuyim ashtaq kurslarda tarbiyalangan yoshlarni bu kurslar tugandikin tashlatmasak, ular bo'lsa o'zidan tashkillanib birlikda millat uchun xizmat qilishga otlansa, cho'nglarmi mush sohadagi ishlarga sal qaramasa, men mushdan intayin muhim deb o'ylayman. Javobingizga ko'p rahmat Erkin aka. Yana boshqa to'liqlaydiganlaringiz bormi? Endi albatta men degandek hozir chet eldagi bizniki Uyg'ur yoshlarimiz ichida nihoyat yaxshi o'qib, o'rlab o'qish, andan boshqa davlatlarga, masalan Turkiyadan boshqa davlatlarga borib, nihoyat yaxshi kasblarda o'qish orzusi bor yoshlar ko'p ekan. Ammo iqtisodiy cheklama tufaylidan bularniki bu g'oyalari hozir cheklanib uchrayotgan ahvol og'ir ekan. Shunga biz chet eldagi Uyg'urlar, cho'nglar mushsada biroz o'ylanib baqsak, biz hozir qandaq ishlarga eng zo'r mablag' ajratyapmiz, qandaq ishlarga hech qandaq mablag' ajratolmayapmiz. Mushu masala to'g'riliq ko'proq izlanib baqsa, bizda nima kam, bizda nima eng kam, biz eng kam narsani qilyapmizmi yo'q. Gandiniki bir gapi bor, meniki qat'iy esimdan chiqmaydi. U nima degan chaqda, agar biz hozirga qadar qilgan ishlarni bir yoqqa tizib, ondan keyin biz qila oladigan ishlarni yana bir yoqqa tizib, ikkisiniki farqini tepib chiqib, shu farqining tizimiga kirgan ishlarni qilsak, biz chuqur erkinlikka erishalaymiz deydi. Shunga Uyg'urlarmi mushundaq bir siziqni bo'ylab tafakkur qilishni o'rganish kerak. Biz hozir qandaq ishlarga eng zo'r kuch ajratyapmiz, ajratdik. Yine qaysi soha eng ayrilib qoldi. Bu jihatda albatta men degandek, shu Uyg'ur yoshlarini tarbiyalashdagi iqtisodiy manba masalasi, Uyg'ur yoshlariniki birlashishi, hamkorlashishi, uyushishi mush sohada bir qism ishlarni qilsa deb o'ylayman. Javobingizga ko'p rahmat Erkin aka. Oxirida tilingizning salomat, umringizning uzun, ishlaringizning utuqli bo'lishini tilaymiz. Sizniki men uchun mashtaqa yaxshi fursatni yaratib berganingiz uchun ko'p rahmat. Xudoyim bilsa bundan keyin davomli sirdishib, paranglashib, yoshlarniki ovozini cho'nglarga yetkazib, cho'nglarning ovozini yoshlarga yetkazib, mush sohadagi ishlarni ko'proq qilaylik. Rahmat, Allohga omonat.